Dasturimizni energetika mavzusi bilan davom ettiramiz. 2026 yil boshidan buyon quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 1 milliard kilovat soatga yetdi. Aytish joizki, bugungi kunda yurtimizda umumiy quvvati 5582 megavat bo'lgan 15 ta quyosh fotoelektr stansiyasi hamda 5 ta shamol elektr stansiyasi yashil energiya ishlab chiqarmoqda. Shuningdek, quyosh fotoelektr stansiyalari tomonidan 396 million kilovat soat, shamol elektr stansiyalari tomonidan esa 604 million kilovat soat, jami 1 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Raqamlarni tahlil etadigan bo'lsak, quyosh va shamol elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 2025-yilning mos davriga nisbatan 400 million kilovat soat yoki 40% ga ko'p. Buning natijasida 267 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishildi. Atmosferaga 575 ming tonnadan ortiq zararli moddalar chiqishining oldi olindi. Joriy yil boshidan O'zbekistondagi barcha gidroelektr, quyosh hamda shamol elektr stansiyalari tomonidan 1 milliard 570 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarildi. Buning natijasida 400 million kub metr tabiiy gaz tejalishiga erishildi. Atmosferaga 863 ming tonnadan ortiq zararli moddalar chiqishining oldi olindi. Ma'lumot uchun, mazkur hajmdagi elektr energiyasi o'rtacha 5 millionta xonadonning 1,5 oylik yoki 625 mingta xonadonning 1 yillik me'yoriy bazasini tashkil qiladi.